Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yuqorida video qilmagandim, lekin bugungi bunaqani video qilish qaroriga keldim. Anchadan beri video qilmaganim uchun, vaqtim bo'lmagani uchun. Qaranglar, bundan 2 oy oldin gul olganman. Mana juda ham chiroyli Aglanema Red'dan va hali qaytib ekmovdim. Mana bu tuvagida bo'lgan. Sizlarga maslahatim, qanaqa gul olishinglardan qat'iy nazar, gulni uyga olib kelgandan keyin yoki o'sha olgan joylardan qaytib ektirib olinglar yoki uyga olib kelib albatta ekinglar. Ildizlari mana juda ham ayanchli ahvolda. Qaranglar, mana juda ahvoli yomon. Nimagaki Aglanema gulimizni mo'x ekkanlar. Mo'x. Men bu gulni sug'organimga приблизительно 10 kunlar bo'lgan. Tuproq quruq, lekin mo'x. Mana bu ildiz atrofimda mo'x bo'lgan. Endi bilmayman, o'zbekchalar bu mo'x nima bo'ladi. Mana ko'rasizlar, nam shundoq ildizni chirtib yuborgan. Mana ildizlar, mana ildizlar chirib tushgan. O'tgan safardagi Aglanemalar haqida video qilganimda bitta Aglanema gulini qaranglar. Olib keldinglarmi, qaytib ekinglar. 2-3 tuzda ektirib olinglar. 10 kundan beri shu namligi bilan turib, mana ildizlarni qaranglar, mana shu ildizlar chirib tushgan. Bechara gul tag'in ham men juda ham ko'p suv quymaganligim sababli shuni o'zi turibdi. Men bunga mana to'yga olib kelganman. Grunt olib keldim. Universal kakosli grunti. Ichida hammasi bor mana. Perlita, vermikulita, yengilgina tuproq, namli, o'zida bunaqa qilib saqlaning. Bu bilmadim bu. Umuman. Va o'sha o'tgan safar bitta gulim xuddi shunaqa ahvoldaligi uchun manaqa polni chirib ketgandi uniki. Mana ildizi polni chirib ketganligi uchun men uni shu tegidan kesib ildiz ottirgani qo'ygandim. U ildiz otdi va bugun men bu gulimni ekdim. Mana chiroyli oq tuvak oldim va shu oq tuvakka buni qaytib, bu ham Aglanema Red'im qaytib ekdim. Endi aslan hamma gullarim, mana bu oshxonamdagi gullarim hammasi oq tuvakda bo'lganligi sababli oq tuvakka ekdim. Endi mana bu обязательно ekishdan oldin tagiga keramzit. Shuncha keramzit bor ekan. Keramzit anaqa toshchalar bo'ladi, keramzit toshchalari. Bu olib kelgan universal kokos gruntimda bor ekan ichida, lekin men keramzitim yo'qligi sababli oddiy ana bu oq po'kakni olib, shuni sindirib mana tagiga soldim. Va bu gulimni ekaman. Lekin bu gulimni ekishim uchun avvalambor buni hozir aktivirованный gul bilan dalish chirib ketmasligi uchun men buni обработка qilishim kerak. Hozir ozgina quritaman, chunki nam, juda ham nam gul. Buni обработка qilib, chiroyli qilib Aglanemamni mana shu kichikroq tuvakka ekmoqchiman. Nimagaki oldingi videolarimda ham sizlarga aytganmanki, gullar o'sha ildiziga qarab kichikroq mana tuvakka, lekin juda chiroyli gulim. Bilasizlarmi, shuni yaxshi ko'rardim uni. Lekin buni ochgandan keyin men вообще shok holatga qoldim. Ana bu Aglanema xuddi shunaqa edi. Men buni 2 oy suvga solib, men buni ildiz ottirib va qaytib ekdim. Juda ham chiroyli, kichkinagina, go'zal gulga aylandi. Bunaqa qimmatbaho
to'ylardan olmayman. Shu o'zimiz oddiy plastmas. 15 ming, 10 ming atrofida bo'ladi. Men endi grunt bilan birga olganligim uchun menga tushib 10 mingdan qilib berdilar. Endi buni qaytib ekaman. Shuning uchun har bir odam uyga gul olib kelgandan keyin albatta meni fikrim o'sha yerda o'zida qaytib ektirib olinglar yoki uyga olib kelib o'zingiz grunt olib tagiga обязательно дренажный слой, дренажный слой, чтобы дренажный слой ham yo'q edi. Mo'xga ekkanda mana tuproq uncha nam emasda, lekin shu ildiz taraf polni anaqa mo'x bilan o'rab qo'ygan. Mana qarang, mana farqini sezasizlar. Mana bu tuproq, mana bu mo'x. Shundoq ildizlarni chertib yuborgan. Namligiga 10 kundan beri o'zida ushlab o'tiribdi. Shuning uchun sizlardan iltimos deydimi buni, sizlarga bir maslahat deydimi, albatta uyga yangi gul olib keldingizmi, albatta uni qaytib eking. Mana anaqam bu gul menda manimcha 1,5 oydan beri, 2 oydan beri turibdi. Mani plusim nima bo'ldiki, men juda ko'p sug'ormayman. Mana hozir ko'rsatish mumkin sizlarga gullarimni. Qurib ketishgan. Aytgandek video qila olmadim. Zamiya kulkasini qaytib ekdim. Mana to'yiga buniki ham jigarrangida qaytib ekdim. Mana kramojushey bo'lyaptilar. Yani unga ahamiyat bermaysizlar. Hozir bunga bir nimadir olishim kerak, bir o'shab turadigan stoykacha rezinka bilan qilib qo'ydim. Mana katta barga o'zini ko'tara olmay olib ketyapti. Va yaqinda uyimizda yo'q edi bu, qaynananing tili deydimi. Sotib oldim. Olishim bilan o'sha joyga o'zida qaytib ektirdim. To'ygini ham ichidagi qo'shimchalarini ham qo'shib menga qaytib ekib berishdi. Endi zamiya kulkasini eslasanglar, bitta video qilgandim. Ildiz o'tirishga qo'ygan zamiya kulkaslarimni hozir olib kelgan gruntimga ko'raman. To'g'ri kelsa mana qarang. O'sha kartoshkalar ham chiqyapti. Bu videolarimni отдельно video qilgandim bunga. Demak, bularni vaqtim bo'lsa video qilib ekamiz. Hammasi ildiz o'tgan, hammasinin kartoshkasi bor. Juda ham chiroyli holatda. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Gullaringlarni hozir kuz mavsumi kelgani uchun albatta stressga chalinmaslik uchun epin bilan yoki shu stressga qarshi dorilar bo'ladi, o'shalar bilan обязательно super purkagich bilan purkab qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi men bu gulimni ekish uchun hozir to'g'risi uyda oktyabrni gulim tugagani uchun men buni hozir ekib bera olmayman. Oktyabrni gul olib kelib обработка qilib keyin gulni ekamiz va shundan keyingi bir haftalardan keyin video qilaman qaysi holatdaligini ko'rsatish uchun sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.